Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Barcha uchun pensiyani oshirish bo'yicha qaror qabul qilindi va bu masala yakuniy bosqichga kirdi. Bu xabar nafaqat hozir pensiya olayotgan otaxon va onaxonlarimizga, balki ularning farzandlariga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalarga, ijtimoiy nafaqa oluvchilarga va yaqin yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Men sizga bu o'zgarish nimani anglatishini, kimning pensiyasi qancha tartibda oshishi mumkinligini, kimlar alohida e'tiborli bo'lishi kerakligini, qaysi holatlarda odamlar xatoga yo'l qo'yishini va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nuanslar aynan o'rtada va oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot ko'pchilik oilalarning oylik daromadiga ta'sir qiladi. Avvalo, pensiya masalasida odamlarni eng ko'p qiynaydigan savol bitta. Oshirilgan pul qachondan boshlab tushadi va u hammaga bir xil qo'shiladimi? Mana shu savolga aniqlik kiritish juda muhim. Chunki ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitishi bilan ertasi kuni kartaga katta farq tushishini kutadi. Aslida esa pensiya tizimida har bir oshirish belgilangan sanadan, belgilangan tartibda, belgilangan toifalar bo'yicha amalga oshiriladi. Oldin qanday edi? Pensiyalar odatda mehnat staji, o'rtacha ish haqi pensiya turi, qo'shimcha ustamalar va davlat tomonidan belgilangan eng kam miqdorlar asosida hisoblab kelingan. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan fuqaroning pensiyasi uning ishlagan yillari, rasmiy oyligi sug'urta badallari yoki mehnat daftarchasidagi ma'lumotlarga qarab shakllanadi. Nogironlik pensiyasida esa nogironlik guruhi, ish staji va tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosalari muhim bo'ladi. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalarda esa marhum bo'g'uvchining staji va oilada nechta boqimanda borligi hisobga olinadi. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shuki, pensiya va ijtimoiy to'lovlar miqdorini oshirish bo'yicha qaror qabul qilingach, pensiya jamg'armasi tizimi orqali amaldagi to'lovlar qayta ko'rib chiqiladi. Bu degani, pensiya olayotgan fuqarolarning aksariyati alohida ariza bermasdan ham oshirilgan miqdorni olishlari kerak. Lekin bu yerda juda muhim jihat bor. Hamma odamning pensiyasi bir xil summaga oshmaydi. Kimdadir oshish foiz asosida bo'ladi. Kimdadir eng kam pensiya miqdoriga yetkazish orqali seziladi. Kimdadir ustamalar bilan birga qayta hisoblanadi. Yana kimdadir o'zgarish unchalik katta ko'rinmasligi mumkin. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Aytaylik, bir pensioner hozir 900 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, ikkinchi pensioner 2 million 400 ming so'm olayotgan bo'lsa, oshirish tartibi foizli bo'lsa, ikkinchisida qo'shimcha summa ko'proq ko'rinadi. Lekin davlat eng kam pensiya miqdorini oshirsa, past pensiya olayotganlarda farq nisbatan sezilarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga buncha qo'shildi, menga nega kamroq qo'shildi degan savol ko'p uchraydi. Buning sababi har bir pensiya ishi alohida hisoblanadi. Birinchi navbatda kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz hozir rasmiy tartibda pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz pensiya jamg'armasi bazasida mavjud bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, odatda sizdan alohida yugurib yurish talab qilinmaydi. Tizim bo'yicha qayta hisob-kitob qilinadi va to'lov belgilangan muddatda amalga oshiriladi. Lekin kimlar e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi guruh pensiyani yaqinda rasmiylashtirganlar. Masalan, fuqaro pensiyaga chiqish uchun hujjat topshirgan, lekin hali ish to'liq yakunlanmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda yangi miqdor qaysi sanadan qo'llanishi pensiya tayinlangan sana bilan bog'liq bo'ladi. Agar pensiya qaror kuchga kirgan sanadan keyin tayinlansa, hisob-kitob yangilangan me'yorlar asosida qilinadi. Agar oldin tayinlangan bo'lsa, keyingi oydan qayta hisoblanishi mumkin. Ikkinchi guruh mehnat stajida uzilishlar yoki hujjat kamchiligi bor fuqarolar. Masalan, odam 1975 yildan 1995 yilgacha bir korxonada ishlagan, lekin korxona yopilib ketgan, arxiv hujjatlari topilmagan yoki mehnat daftarchasida muhr noaniq. Bunday vaziyatda pensiya allaqachon tayinlangan bo'lsa ham, keyinchalik stajni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar topilsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Oshirish qarori ham bunday odamlar uchun 2 barobar muhim. Avval umumiy oshishdan foydalanadi. Keyin staji to'g'rilansa, yana qo'shimcha qayta hisob-kitob bo'lishi ehtimoli bor. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi va nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda guruh. Muddati va tibbiy xulosa juda muhim.
Masalan, bir fuqaroning nogironlik muddati keyingi oyda tugasa, u o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tmasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Odam esa pensiya oshdi. Lekin menga tushmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo oshirishda emas, hujjat muddati tugaganida bo'lishi mumkin. Shuning uchun nogironlik bilan bog'liq to'lov oluvchilar tibbiy xulosalar muddatini albatta tekshirishi kerak. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu toifada bolalarning yoshi, o'qishi, oiladagi boqimandalar soni ahamiyatli. Misol uchun, farzand umrindagi yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar bu ma'lumotnoma o'z vaqtida topshirilmasa, oshirilgan pensiyani kutayotgan oila to'lovda uzilishga duch kelishi mumkin. Keling, raqamli misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 68 yoshli otaxon 1.200.000 so'm yoshga doir pensiya olayapti. Agar umumiy oshirish natijasida uning pensiyasi ma'lum foizga ko'tarilsa, u endi oldingidan ko'proq oladi. Lekin yakuniy summa faqat foizga bog'liq emas, unda ustama bor yo'qligi. Oldin eng kam pensiya miqdoriga tenglashtirilganmi yoki yo'qmi? Shular ham ahamiyatli. Demak, otaxon bank kartasiga tushgan summani ko'rib, avvalgi oylik to'lov bilan solishtirishi, agar farq tushunarsiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limidan hisob-kitob varaqasini so'rashi mumkin. Ikkinchi misol, 62 yoshli onaxon uzoq yillar ishlamagan, bolalarni tarbiyalagan, staji kam, ijtimoiy nafaqa yoki minimal miqdorga yaqin to'lov olayapti. Bunday holatda davlat tomonidan eng kam miqdor oshirilishi unga nisbatan ko'proq ahamiyat beradi. Chunki past miqdorlar ko'pincha belgilangan minimal darajaga bog'langan bo'ladi. Ya'ni yugurib pensiya olayotgan odamda foizli oshish sezilsa, minimal to'lov oluvchida kafolatlangan miqdor oshishi muhimroq bo'ladi. Uchinchi misol, bir fuqaro 2.800.000 so'm pensiya olayapti. Chunki u uzoq yillar rasmiy ishlagan, yugurib ish haqi olgan, staji yetarli. U ham oshirilgan pensiyani oladi, lekin u qo'shni pensioner bilan bir xil summa kutmasligi kerak. Uning pensiya bazasi boshqa, hisoblash tartibi boshqa. Pensiya tizimida adolat shundan iboratki, rasmiy ishlagan yillar, to'langan badallar va tasdiqlangan daromad kelajakdagi pensiyaga ta'sir qiladi. 4-misol, boquvchisini yo'qotgan oila 3 nafar farzand uchun to'lov olayapti. Agar belgilangan to'lovlar oshirilsa, ularning umumiy oilaviy daromadi ham ko'tariladi. Lekin farzandlardan biri 18 yoshga to'lsa, ikkinchisi o'qishga kirsa, uchinchisi hali voyaga yetmagan bo'lsa, har birining holati alohida tekshiriladi. Shuning uchun bunday oilalarda hammasi avtomatik bo'ladi deb o'tirib qolmaslik kerak. O'qish joyidan ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomalari, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar tartibli bo'lishi zarur. Endi eng muhim qismga keldik. Odamlar ko'pincha nimani noto'g'ri tushunadi? Birinchi xato, qaror chiqdi. Demak, bugunoq pul tushadi deb o'ylash. Har qanday qaror yoki farmonning kuchga kirish sanasi bo'ladi. To'lovlar esa odatda oylik grafik asosida amalga oshiriladi. Bank kartasiga tushadigan pensiya ham hududlar, banklar moliyalashtirish jadvali bo'yicha farq qilishi mumkin. Kimdadir oyning boshida, kimdadir o'rtasida, kimdadir oxirida tushadi. Bu har doim ham muammo degani emas. Ikkinchi xato, hamma pensiya bir xil miqdorda oshadi degan fikr. Yo'q, pensiya shaxsiy hisob-kitobga ega. Bir xil yoshdagi ikki odamning pensiyasi turlicha bo'lishi mumkin. Chunki biri 35 yil ishlagan, ikkinchisi 15 yil ishlagan. Biri rasmiy yugurib oylik olgan, ikkinchisi norasmiy ishlagan. Biri qo'shimcha imtiyozli ustamaga ega, boshqasida yo'q. Shuning uchun pensiya oshirilganda ham yakuniy farq shaxsiy ma'lumotlarga bog'liq. Uchinchi xato, norasmiy xabarlarga ishonish. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon summa qo'shilar ekan. Ariza bermaganlar olmaydi. Faqat bugun ro'yxatdan o'ting degan xabarlar tarqaladi. Men mutaxassis sifatida aytaman, pul, pensiya, nafaqa masalasida faqat rasmiy manbalarga tayaning. Pensiya jamg'armasi, hukumat portallari, mahalliy hokimlik yoki bankning rasmiy xabari bo'lmasa, shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga bermang. 4-xato, plastik karta yoki bank hisobidagi muammoni pensiya oshirilmagan deb tushunish. Masalan, karta muddati tugagan, bankda texnik cheklov bor, SMS xabarnoma kelmagan, lekin pul hisobga tushgan bo'lishi mumkin yoki aksincha bank ilovasida kechkish ko'rinadi. Shuning uchun avval bank hisobini tekshirish, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilish to'g'ri bo'ladi. 5-nuans, yashash joyi o'zgargan fuqarolar. Agar pensioner bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsa, doimiy ro'yxat pensiya ishi
bank rekvizitlari va aloqa ma'lumotlari yangilangan bo'lishi kerak. Aks holda to'lovlarda kechikish, xabarnoma kelmasligi yoki hujjat talab qilinishi mumkin. Ayniqsa qishloqdan shaharga, boshqa tumanga yoki farzandlari yoniga ko'chib o'tgan otaxon onaxonlar bu masalada ehtiyot bo'lishi kerak. 6-nuans. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar sog'lig'i sababli o'zlari bankka bora olmaydi. Pensiyani farzandi yoki yaqin qarindoshi ishonchnoma asosida oladi. Bu holatda ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi shart. Agar muddat tugagan bo'lsa, oshirilgan pensiya tayinlangan bo'lsa ham amalda pulni olishda muammo bo'ladi. Shuning uchun ishonchnoma sanasini tekshirib qo'ying. 7-nuans chet elda bo'lgan pensionerlar. Agar fuqaro uzoq muddat chet elda bo'lsa, uning to'lov tartibida alohida talablar bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda tiriklikni tasdiqlash, shaxsiy ma'lumotlarni yangilash yoki vakil orqali hujjat topshirish talab qilinadi. Bunday vaziyatlarda menga oshirilgan pensiya tushmadi degan muammo faqat oshirish bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. 8-nuans qo'shimcha ustamalar. Ba'zi fuqarolarda yosh, urush yoki mehnat faxriyligi, alohida xizmatlar, nogironlik guruhi, parvarish ehtiyoji kabi asoslar bo'yicha qo'shimcha ustamalar bo'lishi mumkin. Pensiya oshirilganda asosiy qism va ustamalar qanday qo'llanishi har doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Shu sababli faqat bankka tushgan umumiy summaga qarab xulosa qilish yetarli emas. Hisob-kitob qanday tuzilganini ko'rish kerak. 9-nuans yangi pensiyaga chiqayotganlar. Agar siz yaqin oylar ichida pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, hozirdan hujjatlaringizni tartibga soling. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv, ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar, tashkilot muhrlari, arxiv ma'lumotlari, oliy ta'lim yoki harbiy xizmat davri, bolalar parvarishi bilan bog'liq davrlar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Pensiya oshgani yaxshi, lekin sizning hujjatingiz to'liq bo'lmasa, o'zingizga tegishli to'liq miqdorni ola olmasligingiz mumkin. Endi eng kerakli savol, oddiy fuqaro hozir nima qilishi kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam pensiyangizning oldingi miqdorini yozib qo'ying. Masalan, o'tgan oy kartangizga necha so'm tushganini bank ilovasidan, SMS xabardan yoki bankdan olingan ma'lumotdan ko'ring. Keyingi oy oshirilgan to'lov tushganda aniq solishtirasiz. Ko'pchilik odamlar aniq raqamni eslab qolmaydi. Keyin kam tushdi shekilli deb xavotirga tushadi. Ikkinchi qadam, kartangiz va bank hisobingiz faol ekanini tekshiring. Karta muddat tugamaganmi, bloklanmaganmi, bank ilovasiga kira olasizmi, telefon raqamingiz o'zgarmaganmi? Shularni ko'ring. Agar pensioner keksa bo'lsa, farzandlari yordam bersin, lekin hech qachon karta paroli va maxfiy kodlarni begona odamlarga bermang. 3-qadam, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yangilanganmi? Tekshiring. Familiya, ism, tug'ilgan sana, yashash manzili ro'yxat ma'lumotlarida xatolik bo'lsa, pensiya ishida ham muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa eski pasportdan ID kartaga o'tganlar, manzilini o'zgartirganlar buni e'tiborsiz qoldirmasin. 4-qadam, agar to'lov tushgan bo'lsa, lekin oshib ko'rinmasa, darhol vahima qilmang. Avval to'lov qaysi davr uchun tushganini aniqlang. Ba'zan bir oy oldingi hisob-kitob, keyingi oyda farq to'lovi yoki qayta hisoblash alohida kelishi mumkin. Bankdan ko'chirma oling, unda sana va summa ko'rinadi. 5-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilganda aniq savol bilan boring. Nega menga kam tushdi deyish o'rniga, mening pensiyam falon sanadan oshirilgan tartib bo'yicha qayta hisoblanganmi? Asosiy pensiya qismi qancha, ustamalar qancha, farq to'lovi bormi deb so'rang. Shunda mutaxassis ham sizga aniqroq javob beradi. 6-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ishi bo'yicha ma'lumot, bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik holatida tug'ilganlik guvohnomalari va o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma odamga ham bularning barchasi kerak emas. Lekin o'z holatingizga mos hujjatlar tartibli tursa, vaqtingiz tejaladi. 7-qadam, agar hujjatingizda xatolik bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va talabingizni aniq ko'rsating. Masalan, pensiyam oshirilgan miqdorda qayta hisoblangan yoki hisoblanmagani tekshirib berishingizni. Hisob-kitob natijasi bo'yicha yozma yoki elektron javob berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 8-qadam, javobni saqlab qo'ying.
Agar sizga hisob kitob varaqasi, ma'lumotnoma yoki yozma javob berilsa, uni yo'qotmang. Keyin nizo chiqsa yoki qayta murojaat qilish kerak bo'lsa, bu hujjatlar asos bo'ladi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hozir pensiya oshishi haqidagi xabarlar fonida men tezlashtirib beraman. Kartangizni bering, tekshirib beraman. SMS kodni ayting, pulingizni chiqarib beraman deydiganlar ko'payishi mumkin. Hech kimga SMS kod, karta raqami to'liq ma'lumotlari, ilova paroli, PIN kodni bermang. Pensiya masalasi rasmiy idorada hal qilinadi. Ko'chadagi vositachi orqali emas. 10-qadam. Agar sizning ota-onangiz yoki qarindoshingiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p keksa insonlar bank ilovasini ishlata olmaydi. Rasmiy xabarni norasmiy xabardan ajrata olmaydi. Hujjat muddatini tekshirishga qiynaladi. Farzandlar sifatida siz ularning kartasi faolmi, pensiya tushyaptimi, oshirilgan miqdor ko'rinyaptimi, hujjatlarda muammo yo'qmi, shularni nazorat qilsangiz katta yordam qilgan bo'lasiz. Yana bir muhim masala, agar pensiyangiz oshirilgan bo'lsa ham, kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat xarajatlari oshib borayotganini hisobga olib, oilaviy byudjetni rejalashtirish kerak. Masalan, pensioner oy boshida pensiya olgach, avval majburiy xarajatlarni ajratib qo'ysa, dori uchun alohida, oziq-ovqat uchun alohida, kommunal uchun alohida summa belgilasa, oy oxirida qiynalish kamayadi. Pensiya oshishi qo'shimcha yengillik beradi. Lekin uni to'g'ri taqsimlash ham muhim. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, sizga ham alohida e'tibor kerak. Ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi ish haqi va soliq ma'lumotlari ayrim hollarda qayta hisoblashda ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz siz bo'yicha ma'lumotlarni to'g'ri topshirayotganiga e'tibor bering. Norasmiy ish esa kelajakdagi pensiya huquqlariga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bugun pensiya olayotganlar ham, hali pensiyaga chiqmaganlar ham buni tushunishi kerak. Rasmiy daromad va hujjat intizomi kelajakdagi ijtimoiy himoyaning poydevoridir. Agar pensiya miqdorida norozi bo'lsangiz, hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Men ko'p ishlaganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Qayerda ishlagansiz, qaysi yillarda ishlagansiz, ish haqi qancha bo'lgan, mehnat daftarchasi yozuv bormi, arxivda buyruq nusxasi bormi, shular kerak. Ba'zan odam haqiqatan ham ko'p ishlagan bo'ladi. Lekin tasdiqlovchi hujjat bo'lmagani uchun pensiya kam hisoblangan bo'ladi. Demak, yechim hujjatni tiklashda. Aziz yurtdoshlar, pensiyani oshirish bo'yicha qaror qabul qilingani juda muhim yangilik. Bu qaror pensiya olayotganlar, ijtimoiy nafaqa oluvchilar, nogironlik to'lovi oluvchilar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar va yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan fuqarolar uchun bevosita ahamiyatga ega. Lekin asosiy narsa shuki, har bir fuqaroning pensiyasi alohida hisoblanadi. Shuning uchun hammada oshish bir xil ko'rinmasligi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, oldingi pensiya miqdorini yozib qo'ying, kartangizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga soling. Rasmiy manbalarga tayaning va tushunarsiz holat bo'lsa, pensiya jamg'armasiga aniq savol bilan murojaat qiling. Agar onangiz pensioner bo'lsa, ularga albatta yordam bering. Chunki ko'p muammolar oddiy tekshiruv bilan oldindan hal qilinadi. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz yoki yaqinlaringizning pensiyasi oshirilgan miqdorda tushdimi? Qaysi hududdansiz? Qanday muammoga duch keldingiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya olayotgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini to'g'ri talab qila oladi.